Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir yana bir tushuntirib o'tsam buni. Yangi bozor City. Planimda mana bu tomonida 4 ta dom, 5 etajli. Yana ikkinchi tomonda simmetrичный 4 ta dom, bir xil, kvartiralar ham metr kvadratlar ham bir xil. Har bir etajda 3 ta kvartiradan bo'ladi. Birisi 52 metr kvadrat, yana birisi 68, 3 xonalisi, yana bir 3 xonalimiz 74 metr kvadrat bo'ladi. Mana o'yingohlar, bolalar o'yingohlari, ko'kalamni solishtirgan maydonlar. Mana bu yerda mashina stoyankalar, hamma atrofi yo'llarning atrofida, hammasi bu keng yo'l bo'ladi. Mashina stoyankalar bilan chizilgan joylar bo'ladi. O'rtalarida o'yingohlar bor bu yerda ham. Bu yerda mana o'yingohlar, ko'kalam solishtirgan maydonlar, mana yoshlar maydonchasi, kattalar dam olish maydonchalari ko'rsatilgan mana hamma joyda. Mana maktabi. Bu maktabning bu yog'ida bog'cha, hozir bor narsa u qurilib turibdi. Bizgacha qurilishgacha bo'lgan qurilgan bog'chasi bor yonida. Keyin mana ochiq maydonda stadion bor. Tumanning stadioni katta, u yerda ham 200 ta bola o'qib sport turlari bilan shug'ullanyaptilar, futbol nimalari bilan. Unga ham imkoniyatlar bor. Yoshlar o'qib o'rganaman deydigan bo'lsa, ular ham shu yerga sharoitlari borda o'qigani. Mana bu yerda hamma pechatlari bilan ruxsatnomalar berilganlik haqida informatsiyalar bor. Mana yangi bozor Cityning umumiy ko'rinishi, mana men aytgan ana shu chertyojdagi domlar ko'rinib turibdi. Bu yerda ikki tomonida 5 etajdan, o'rtasida 7 etajliklar. 7 etajliklar liftli bo'ladi. Bular qimmat bo'ladi, qimmatroq. Nisbatan 5-etajga nisbatan. Mana bu qizarib turgan joylarimiz stadion bu. Uning u yog'ida mana maktab ko'rinib turibdi. Maktabning stadionlari bilan o'yingohlari ko'rinib turibdi. Uning orqasida mana qizil bilan ko'rsatilgan, binafsha rang bilan ko'rsatilgani bu bog'cha bo'ladi. Mashina. Mana busi atapleniyaning markazi mana. Mana shu yerdan isitiladi. U tomonida bitta, bu tomonida bitta bo'ladi. Mana bu zaxkashimiz. Shuning yo'llari ham asfalt bo'ladi mana. Hamma joylar asfalt, mashina stoyankalar. Har bir domda, 5 etajli domda 15 tadan 30 ta kvartira bor. Bu kvartiralarimizda har bir etajda 4 tadan 2 ta seksiyamiz bor. 8 tadan bo'ladi etajda. Shu hisob kitobga qaraganda 800 ta kvartira bo'lib 18 ta dom hisoblanadi. 18 ta dom quriladi. Mana bu yerda manzillar, butun pasporti bor, mana pasporti deyiladi bu. Mana mualliflik nazorati bor. Gasimdan tekshiradi, kачестволарga gap yo'q. Menimcha hamma narsani tushuntirdik. Mana shu yerda qurilishlar ketib turibdi. Kvartira olaman deganlar ana shu nomerlarga murojaat qilinglar. Kutib olamiz, kvartiralarni ko'rsatamiz. Imkoni boricha yordam beramiz. Boshlang'ich to'lovlari oz bo'lgan yoki bo'lmagan xaridorlarimizga ham yordamlarimiz bor. Telefon qilib kelaveringlar. Do'stlar, kvartira olganlarga podvallar bo'lib berish tartibi. Eng oxirinda biz topshirishdan oldin, mana masalan 1 yildan keyin qurilishlar tamom qilib topshirishdan oldin hammaga xabar beramiz. Kvartira olganlarga teng bo'lib beriladi.